yomg'irni kamligi bilinmaydi, ya'ni hozir zapasi yo'q. O'shaning uchun buni davlatda aytadigan joyi bor, aytmaydigan joyi bor. Bechora davlat hozir yuragi siqmay yashovlaylik deydi. Bu hozir neft, tillo qiymat emas, suv qiymati. Suvni janjali hozir hamma. Yomg'ir kam, ichadigan suv kam. O'shani janjal chiqmay qarab turinglar. Barakatga bahorda bilinadi. Yomg'ir kam, suv kam, qor kam. Asha ehson zakat yo'qligi, marhamatsiz bo'lib qolganlar odamlarda shunaqa bebarakatlik kelyapti. Oqibatli bo'lishimiz kerak. Hayır, Allah ıslah qilsin, hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Aytishmandan, fikr qilishlardan noto'g'ri bo'lsa, o'zlaring otib olinglar, to'g'risini topib olinglar deydi-ku. Maza qilishgan. Oqtargan odam topadi. To'g'ri so'z bitib. Keyin mana ro'mol yopinib o'tirgan xotinlar ham haligi 2 marta umraga borib kelib, uchinchisi kekkayib, jahshayib o'tiribdi. Bundaqa bo'lib tushilib pasga, o'qigan namozing ham o'zingga, o'qigan Qur'oning ham o'zingga, seni qilayotgan ibodating ham o'zingga, boyliging ham o'zingga, yaxshiliging, maslahating kelsa, ho'vala xo'p, rahmat. Lekin kekkayib o'tiradigan bo'lsang, jahshayib, davraga ham chiqmasan, jahshagan ko'zingga burma qilib olmasliging. Shunaqalari ko'p jahshayib o'tiradigan. Jahshaymasdan irshayib, kulib, tabassum qilib, va bir tabassum ham ehson ekan. Ehson qilib o'tirdi. Mana jamoat bo'lganiga qarama, bolam, mana uncha hojat bo'ladi. Rahmat. Yo'q, menga intervyu yo'q endi. Anaqa. Intervyu yo'q bo'ldi. Yo'q, endi bo'ldi qilinglar endi, azizlarim. Ana ko'rdingizmi? Qo'pol chiqadi-da. Mana shunaqa intervyu yo'q desam, mana odamlar ham ko'paydi. Bitta ashula bilan xayrlashsam maylimi? O'sha bitta qo'shiq bilan, men hozir xayrlashdim, qo'shiq bilan chiqib ketaman. Xayr demadi demanglar, men sizlarga hozirdan ta'zim qilib, xayr deb qo'ying. Onamga aytmang yetishirish. Onamga aytmanglar, aytaman. Fikr qilinglar, yig'lamasanglar ham. Yig'lasanglar, yuraginglar bo'shaydi. Nima qildim men o'zim? Birovni bolasini g'iybat qilgan bo'lsalar, qul haqqiga kirmaylar. Topib kechirim so'rab qo'yinglar. Men shunday shunaqa dedim, Alloh haqidan. Qo'shni yo qarindosh yana xafa bo'lmang. Hali odamni ahmog'i ichida bo'lar ekan. Xafa bo'lmang, bizlar ham bir xato o'tgan, bir boshqondan keyin siz olamga do'stam bo'ling. Kechira debdi, bu hayotda. Yulduzim, har ko'rganda sizni sog'inaman. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Привет из Кабардино Балкарии. Dunyoni hamma chekkasidan ko'ryapsiz. Mashalloh. Привет вам тоже Кабардино Балкария. Вот. Sog' bo'ling opajon. Sog' bo'linglar, я вас всех люблю. Bitta qo'shiq endi. Premyera ishlaylik. Не говорите маме. Не говорите мамам. Наши милые дети выходят из дома для того, чтобы стать мамой. Bolla. Но у них не всегда ошибки, иногда бывает другие. Но нельзя только сплетнями доносить до родителей. Иногда надо помогать встать на ноги, чтобы дальше наша молодежь, это наша будущее. Вот, об этом речь. Поехали, поехали. Микрофонлары. Stol oling. Ha, bu yerda turursiz, to'g'ri. Hayatim endi syomka bilan asar qilinglar. Syomka chekka chiqib, syomka qildinglar, endi asar qilinglar. Quloq o'zida oldi. Ha? Mana pastda. Ketdik, hadi bismillah.